Bekmurat Oltiboyev kelyapti. Bir qarsak bo'lsa. Zohid polvon kelyapti. Bir qarsak bo'lsa. Bugun O'zbekiston chempionatini mana shu yerda boshlab beramiz. Rahmat, otalariga rahmat. Jasur polvon. O'tingizlar, bir qarsak bo'lsa qani. Muhammad Karim polvon Surxondaryodan kelyapti. Bir qarsak bo'lsin. Rahmat, Mirjalol polvon. Standart formada makonlarni aytgandek qilib kurashadi. Birinchi tovoq qo'sh tuya to'y egasidan $200 Lapasov Sherzod tog'asining nomidan. Qashqadaryodan Shohrux polvon oldi. Surxondaryodan Muhammad Karim polvon chiqyapti. Bir qarsak bo'lsin. Rahmat. Dunyo turmuncha turdi. Yekovlariga amin. Kiyinib, tayyor bo'lib turasizlar. Amin Alloh. O'zimiz chaqiramiz boshlovlar. O'ngachga pastdan boshlab boramiz. Amin Allohu akbar. Dunyo turmuncha turdi. Ikkinchi tovoq. Bir tuya to'y egasidan $500 Erkin bobasining nomidan. Bir tuya $500. Surxondaryodan Zohid polvon ko'tardi. Qashqadaryodan Sherali polvon. Amin Allohu akbar. Yekovlaring teng bo'lib turasiz. Uchinchi tovoq. O'rtoqlar, polvonlar hamma kurashadi. Aktam aka. Nima aka? Ana el Clasico, mana el Clasico. Bir tuya $300 polvonni Qashqadaryodan Botir polvon ko'tardi. Surxondaryodan Norqot polvon chiqadi. Amin Allohu akbar. O'tirib turib kelasizlar. To'rtinchi tovoq. Bekki hayda. Hayda. Bekki haydadi mana. O'tirib turasiz. Bekmurat polvon. To'rtinchi tovoq. Bekmurat polvonga. Bekmurat polvon Surxondaryo, Jalol polvon Qashqadaryo. $300. Xudo tayyorgarlik ko'rib turasiz. Hali yarim soatdan keyin 1-chi, 3-chi, 4-chi tovoq chaqiramiz. Iltimos, olishimiz hali davom etaveradi. Birinchi tovoq, ikkinchi tovoq. Birinchi tovoq, ikkinchi tovoqlarni ham olib chaqiramiz hammasini. Kurashda umid qilamiz. Lekin natija birinchi, ikkinchi tovoqlar bo'ldi desa sizlar iltimos davraga chiqib ketmangizlar. Qancha muxlis bo'lsa ham muxlislik qilinglar, davrani bu to'yni buzmangizlar. Shu Shohrux ham Muhammad Karim O'zbekistonimizda 20 yildan beri birinchi tovoq olib kelayotgan Sherali Jo'rayev. Bir qarsak bo'lsin. Mana shu O'zbekistonni or uchun yuribdi. Qashqadaryo viloyati. Mana yaqinda necha yillardan beri o'zbek kurashini yana bir tiriltirishiga o'zining katta hissalarini qo'shgan to'y kurashlarining eng qiroli desak ham adashmaymiz. Zohid polvon Surxondaryo viloyati. Bu ikkalasi ham o'zbekning polvoni. O'zbekning polvoni. Bugun chiroyli kurashadi ularning zoti. Bir tuya Dilmurod ukasidan, Erkin raisdan $500. Amin Alloh bir iqbollaringiz bo'lsin, toza halol qilib bosib olasiz. Ikkalasiga O'roq aka hakamlik qilasiz. O'roq aka keling. Blogerlardan iltimos qilamiz, hozir chetga turib o'tirib olasizlar. Sabab vakollarimiz bu yoq kun botyapti, shuning uchun tezlashtirishga to'g'ri keldi. Bo'lmasa birinchi, ikkinchi, uchinchi tovoqlarni to'xtatib turamiz dedik. Erta to'ylaymiz. Hurmatli o'rtoqlar, o'ng qo'limda
Ana hozirgi kunda O'zbekistonda to'ylarda, kurashlarda bosh tovoqqa olishib, kurashib, xalqni haqiqiy havasiga keltirib yurgan O'zbekistonda yosh polvoni Shohrux Baxtiyorov Qashqadaryo viloyati bir qarsak bo'lsin. Yon tomonimda O'zbekiston dzyudosi olimpiada qatnashchisi, Düsseldorf katta turnirining g'olibi, Osiyo chempioni, O'zbekistonning bir necha bor chempioni Muhammad Karim Xurramov. Yekaya mana shu yurtda bayrog'i uchun, shu yurtda kurash uchun kurashib kelgan. Bugun haqiqiy kurash birinchi to'g'ri kurashyapti. Yekalasining zoti qo'sh tuya $300. Qo'sh tuya Sherzod Boburdan bittasi O'tkirdan nomidan ekan. Sherzod bilan Abdumalikning nomidan $300. Yana Qahramon Yashamoq nomidan ham $100. $400 pul bor. Amin ekonomidan ham Xudoning to'lab qo'ling bersin. Sog' salomat omonatsan, chiroyli qilib. Yashamoq endi ekonomiga berdi rahmat kelasan. Berdi rahmat kel. Aka. Kim? To'rtinchi to'loq Bekmurod polvon g'alaba qildi, zotini beringlar. Bir qarsak bo'lsin Bekmurod polvon. G'alaba qozondi. Rahmat.